Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hafta lyuksi sotuvda Mercedes-Benz G63 Manufaktur. Mashinamiz 2022-yil. Motor 4 litrli biturbo. Mashinamiz 585 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha razgoni 4 sekund. Qilingan ishlardan kuzovlari polniy bronye plyonka bo'lgan. Tonirovkalar ham urilgan. Ruxsatnomalari bor. Elektronli paroklar ham o'rnatilgan. Salon qismiga o'tadigan bo'lsa, salonlari koja va karbon kombinatsiyada. Asosiy ko'p elementlari karbondan ishlangan. Tom qismlarimiz alkantaradan. Akustikalarimiz 1 metr. Abduf, abagrev, pamyat sideniyalarigacha bor. Salonlari ham ko'rib turganinglardek ideal holatda turibdi va o'zgacha atmosfera ham berib turibdi. Orqa qatorda monitorlari ham bor. Kraskasi ham toza. Narxiga keladigan bo'lsa 212 ming AQSh dollari.